Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kompyuterimiz ishlash paytida chiqadigan turli xildagi reklamalarni o'chirishni ko'rib chiqamiz. Reklama deganda mana bunday tasvirni nazarda tutyapman. Bunda o'ng panelda, pastki panelda notification deydi, ya'ni bildirishnomalar ko'rsatiladi. Bu ba'zan reklama bo'lishi mumkin, ba'zan reklama bo'lmasligi mumkin. Bunga sabab esa mana bunday holatlarda biz ko'pincha razрешить tugmasini bosamiz. Bunda esa ular saytlar keyin Chrome orqali bizga turli xildagi reklamalarni jo'natadi. Bugungi darsimizda shuni o'chirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Chrome dasturiga kiramiz. Chekkadagi 3 ta nuqtaga bosib, настройкаga kiramiz. Demak, mana bu yerda konfiguratsiya и безопасность va pastda настройка sayt yoki shunchaki настройкаga kirgan paytimizda настройка saytов degan bu so'zni kiritsak ham bo'ladi, tezlik bilan topish uchun. Настройка saytga kiramiz. Mana pastroqdan уведомления, bildirishnomalar. Mana bu yerda o'zingiz keraksizlarni bilishingiz kerak. Avvalambor boyagi mana bu yerda chiqqan rasm qaysi manzildan kelayotganini bilishingiz kerak. Qaysidir saytni bari ustida yozgan bo'ladi. Agar sizda bir kerakli saytingiz bo'lmasa, biror bir saytdan bildirishnoma olish shart emas bo'lsa, hammasini o'chirib tashlashingiz mumkin mana bu yerda. Mana o'chirish uchun 3 ta nuqtani bosamiz. Удалить, nuqta, удалить, nuqta, удалить, nuqta, удалить. Mana bu yerda разрешить, qaysilarga ruxsat berish kerak. Mana men YouTube'dan menga o'sha turli xil bildirishnomalar kelish uchun разрешить berganman. Lifehacker'dan ham разрешить berdim ko'rsatish uchun. Mana buni ham o'chirib tashlaymiz. Shu orqali siz mana bu kompyuteringiz internetga ulangan paytda chiqadigan turli xildagi reklamalarni bloklashingiz mumkin. Agar sizda qandaydir muammolar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi darsimizda bundan ham yaxshi reklamalardan himoyalanishni bir nechta usullarni ko'rib o'tamiz. Keyingi darslarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.